Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqadan qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayarның 2025 yılı 13 noyabr günü Şərq Türkistan poçtasida xalqaro qonun Şərq Türkistanның müstəqilligini e'tirof qiladi nomli maqolasi e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyiladi: 1949 yılının ahırda Xitay Xalq Cumhuriyeti Şərq Türkistan'ı işğal qılıb alğandan buyan bu dövlət qanunsuz işğal astida qaldı. Qandaqlı bolmasın, neçə 10 yıldan buyan Şərq Türkistan'ın egilik huquqi мәселесі xalqaro qanunның emas, balki işğalçı dövlətlərinin tilini əks etdiradigan hikoyalar bilan burmilinib keldi. Şərq Türkistan dövlətinin Yaltadakı çoğ dövlətlərinin sodası orqali yo'qolib ketganligidan iborat izchil davomlashib kelayotgan xato qarash mavjud bo'lib, bugungi kunda bu bayonlar Beijing tarafidan emas, balki Uyg'ur inson haqlarini qo'g'daydiganligini ilgari suradigan bir tashkilot tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2758 nomerli qarorini qasddan xato tushuntirish orqali kuchaytirilyotdi. Uyg'ur inson haqlari turi tarafidan e'lon qilingan eng yangi bahoda qonuniy reallik bahonasi ostida Xitoy davlat tashviqotining asosliq elementlari takrorlandi. Uningda Yalta yig'ini va 2758 nomerli qarorning Uyg'urlarning egilik huquqi ehtimolligining amaldan qoldirilganligini ilgari surdi. Bu baho yolg'on, qonuniy jihatdan kuchga ega emas va siyosiy jihatdan ziyonli. U mustamlikachilikdan qutulish va milliy o'z taqdirini o'zi belgilash uchun davomlashayotgan kurashni yepiq masala, ya'ni Xitoyning erishmoqchi bo'lgan natijasi sifatida qaytadan tasvirlaydi. Bundaq mag'lubiyatchi tushuntirishlarning bo'libmi Sharq Turkiston mustaqillik kunida e'lon qilinishi ittifoqlikni ojizlashtirdi va ishg'olchi kuchlarning bayonlarini qo'llaydi. Mustaqillikni xotirlash faoliyatlarining maqsadi milliy egilik huquqini inkor qilish emas, balki kuchaytirish bo'lishi kerak. Tarixiy xotirlarda hamma narsa aniq. Sharq Turkistondagi Uyg'ur davlati uzun muddatlik o'zini boshqarish an'anasiga asoslangan. Ming yillardan buyon bugungi Uyg'urlarning ajdodlari Şərq Türkistan'da müstakil şəhər dövlətləri, padişahlıqlar, xanlıqlar, imperiyalar və cumhuriyetlərini qurğan. Bunlar qədimki tarım oymanlıqı dövlətləri, Hun imperiyası, Türk qanlıqı, Uyğur qanlıqı, Qarxaniylər dövləti, İdiqut Uyğur dövləti və Yarkənd, şundaqla Turpan xanlıqlarını öz içigə aladı. Bu dövlətlərdəki orqanlar Yevroasiya diplomatiyası, mədəniyyəti və sodasıga aktiv qatnaşıb, Manju hükümranlığı ve keyinki Xitoy hükümranlığından burunqi izchil davomlashib kelgan siyosiy an'anani barliqqa keltirgan. 1759 yili Manju Qing imperiyasi Sharq Turkistonni bo'ysundirib, uni 1864 yilgacha o'ziga qo'shmay harbiy mustamlikasi sifatida boshqardi. Bu mezgilda Uyg'urlar o'zliksiz qarshilik ko'rsatib, uda 42 qatim qo'zg'olon ko'tarib, Şərq Türkistan 1865 yılı 7 şəhər dövləti sifatida qısqa vaqt ichida mustaqilligini qaytadan qo'lga keltirdi. Undan keyin yana bir qatim bo'ysundirildi va Şərq Türkistanning nomi 1884 yılı Qing sulasi hukmronligining tabiatini oshkorlaydigan mustamlika nom Xinjiang deb o'zgartirildi. 20-asrda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar oldi bilan 1933 yılı Ondan 1944 yılı 2 qatim Şərq Türkistan Cumhuriyetini qurib mustaqilligini jakarladı. Her iki cumhuriyet Montevideo ahdnomasida belgilangan davlatchilik o'lchamiga, ya'ni mangulik nüfus, belgilangan zimin, unumlik hukumat va tashqi munosabatlarni ilib berish iqtidori bo'lishi kerak degan o'lchamga uyg'un keldi. Chet el ishg'oliyati bu egilik huquqni buzg'unchilikqa uchratdi. Ammo bu uzib tashlash xalqaro qonun bo'yicha davlatchilikni bekor qilib etmadi. 1949 yılı 10. ayının 12. günü Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti tajovuz qilganda Şərq Türkistan an'anaviy xalqaro qonun bo'yicha egilik huquq uchun talab qilinadigan qonuniy o'lchamlarga uyg'un edi. Uyg'ur inson haqlari turining Uyg'ur davlatining xalqaroliq tanlashlari kuchli davlatlar tarafidan chiqarilgan va xalqaro qonunda bekitilgan qarorlar sababidan vayron bo'lganligi to'g'risidagi da'vosida Yalta yig'inining Sovet ittifoqining prinsipini pragmatizmga almashtirgan vaqti ekanligi va Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2758 nomerli hech qandaq dunyoviy tashkilotning Xitoyning zimin davosiga qayta savol qo'ymasligiga kapolatlik qilganligiga aloqador qarorning borligi o'ttirg'a qo'yilgan. Amaliyotda Yalta yig'inida Sharq Turkiston masalasi muzokara qilinmagan. Yig'inda Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga kirishi, Yevropadagi urushdan keyingi kelishimlar, Manjuriyadagi imtiyozlar va
Tashqi Mongoliyaning mustaqilligi muhokama qilingan. Yaltada hosil qilingan har qanday kelishim Sharq Turkistonning Xitoyga bermagan yoki Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan egilik huquqi da'vosi bilan hech qanday aloqasi yo'q. 1971 yili ma'qullangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Kengashining 2758 nomerli qarori zamin masalalariga o'xshashli munosabatsiz. Uning teksti faqat Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga qaysi hukumatning vakillik qilganligini, bu o'rinni Xitoy Jumhuriyatidan Junxo Xalq Jumhuriyatiga yo'tkaganligini bayon qiladi. U Xitoyning chegarasini belgilamaydi. Beyjingning zamin da'vosini qo'llamaydi. Tayvan yoki Sharq Turkiston qatorliq hech qanday davlatning egilik huquqini bekor qilmaydi. Zamonaviy qonuniy tahlillar 2758 nomerli qarorning faqat vakillik qilish bilan munosabatli ekanligini izchil isbotlaydi. Sharq Turkiston masalasidagi sukut uning qonuniy o'rnini bekor qilmaydi. Bu masalani hal qilmay qo'yib qo'ydi. Xalqaro qonunda bo'ysundirish va ishg'ol qilishning qonunsizligi intayin aniq ko'rsatilgan. 1907 yildagi Gaga nizomi va 4-chi Jeneva ahdnomasida ishg'ol qilish va qo'shib olishning qonuniy egilik huquq hisoblanmaydiganligi va ishg'ol qilguvchi davlatning o'zining fuqaroviy aholisini ishg'ol qilingan zamonga o'rinlashtira olmaydiganligi belgilangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Kengashining 1974 yildagi 3314 nomerli qarori harbiy ishg'ol qilish va ishg'olga tajovuzchilik deb aniqlama berdi. Va bu tajovuzchilik orqali har qanday zamin egallashni qonunliq deb e'tirof qilishga bo'lmaydiganligini jazmlashtirdi. Bu o'lchamlarga asoslanganda Xitoyning 1949 yili Sharq Turkistonga tajovuz qilishi va davomliq mustamlikachilik hukmronligi qonunliq hukmronlik emas, balki tajovuzchi va ishg'olchilikni ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlikachilikdan qutulish ramkasi ishg'ol va mustamlikachilik hukmronligi ostidagi xalqlarning bo'ysunishini emas, balki mustaqillik huquqini jakarlaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy yig'inining 1960 yildagi 1514 nomerli qarori mustamlikachilik davlatlar va xalqlarga mustaqillik berish to'g'risidagi xitobnomasi barliq xalqlarning to'liq erkinligiga erishish, mustaqillik, egilik huquqini yurgizish va davlatlarning zamin putunligiga bo'lgan tavranmas huquqqa ega ekanligini jakarlaydi hamda har xil mustamlikachilikka tez va shartsiz xotim berishni talab qiladi. Davlatlar aro do'stlik munosabat va hamkorlikqa munosabatli xalqaro qonun prinsiplari xitobnomasi bo'lgan 1970 yildagi 2625 nomerli qaror xalqning siyosiy o'rnini erkin belgilash huquqini qayta jakarlaydi va davlatlarning xalqlarni o'z taqdirini o'zi belgilash, erkinlik yoki mustaqillik huquqidan mahrum qiladigan qilmishlardan saqlanishga majburlaydi. 1973 yildagi 3070 nomerli qaror mustamlikachilik yoki chet el hukmronligi va yoki bo'ysundirilish ostidagi barliq xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash, erkinlik va mustaqillik huquqining tavranmas ekanligini qayta ta'kidlaydi va davlatlarni ularning milliy ozodlik harakatlarini qo'llashga chaqirdi. 1990 yildagi 135-45 nomerli qaror ishg'ol, mustamlikachilik hukmronligi va irqchi hokimiyatlardan qutulib mustaqillikqa erishish uchun qurolli qarshilik ko'rsatish qatorliq barliq vositalarning qonunliqligini qayta ta'kidlaydi. Bu prinsiplar ishg'ol qilg'uchining xalqaroda e'tirof qilinishi yoki vaqtning o'tishi bilan amaldan qolmaydi. Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlari ko'chmanlarni yerlashtirib, Sharq Turkistonda mustamlikani kuchaytirish, majburiy nupus o'zgarishi, jismoniy va kultur, madaniyat vayronchiligi, shundaqla irqiy qirg'inchilik qatorliqlar bo'lib, bu rayonning ishg'ol qilingan davlat bo'lishdek o'rnini ojizlashtirish emas, balki kuchaytirdi. Uyg'urlarning qarshilik harakatini asabiylik, bo'lgunchilik yoki terrorizm deb atash, xalqning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilashga bo'lgan qonunliq izlanishini jinoyat deb qarash, xalqaro qonun bo'yicha javobgarlikdan qochish uchun loyihalangan siyosiy taktika. Yaltadan 2758 nomerli qarorgacha degan qarash qonuniy haqiqat emas. Bu mustamlikachilik hukmronligini normallashtirish va Sharq Turkiston qarshilik ko'rsatish harakatiga bo'lgan xalqaro qo'llashni to'sishni maqsad qilgan ritorik bir qurol. Xalqaro qonun Sharq Turkistonning egilik huquqini bekor qilmaydi, balki uni jazmlashtiradi. Xitoy bilan Sharq Turkiston o'rtasidagi to'qinish Xitoyning deganidek Xitoyning ichki masalasi emas, balki tajovuzchilik, mustamlikachilik, ishg'oliyat va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini rad qilishdan kelib chiqqan xalqaro talash-tortish. Sharq Turkistonning egilik huquqiga cheklama qo'yilganligini jakarlash xalqaro qonun emas, balki Xitoy tashviqotini takrorlashdan iborat. Tarix, qonun va vijdonning hammasi o'xshash yo'nalishni ishoratlaydi. Sharq Turkiston izchil ishg'ol ostida, mustamlikachilikdan qutulish va
mustaqillikni qaytadan qo'lga keltirish uchun kurash davomlashyotidi. O'lchamdan tuvan bo'lgan har qanday usul xalqaro qonun tarafidan rad qilinadigan mustamlikachilik holatini qonunlashtirish xatiriga ega. Shu samimizda bo'lg'ayki, millat bo'lish oldi bilan inson bo'lishni shart qiladi. Milliy ruh hech qachon insonlik, odamiylikni payxon qilish badaliga insho bo'lgan emas. Biologiyalik mavjudlik milliy ruh qatl qilingan insonlik bilan bir gavda ichida hargizmo put tirab turolmaydi. Milliy ruh bo'lsa, milliy da'voning jinidir. Islom bu ruhni ko'klatguchi zilal suv misoli hayotlik manbasidir. Hürlük ve mustaqillik bo'lsa, ushbu hayotlikni muhofazat qilishning kapolatidir. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.